компания «Автобрабег» предусмотрен для того, чтобы открыть новые возможности для регионального сотрудничества между нашими странами, открыть новые дороги и транзитом иметь доступ до портов Китайской Народной Республики. 这条咱们这次这个三国的这个线路的试运行，对一个是咱们三国元首达成的协议，一个是对咱们这个三国的这个经济发展和这个物资的这个流动，是吧？起到非常重要的作用。这也是。Mahsulotlarimiz bozor talablariga javob berib, dunyo bozorlarida o'rin olgani uchun biz juda ham bir faxrlanamiz. Mana bizda chiqayotgan iplar, Samarqand viloyati o'zimizning qo'l mevalarimiz, quruq mevalarimiz, Olmaliq shahridan chiqayotgan mis, sint metallari, bular bozorga talabga javob berishi, chet mamlakatlarda o'zini xaridorlarni topgani uchun, shularni hammasini olib borganimiz uchun biz juda ham faxrlanamiz.